Hozir mana shunaqa insonlar ko'payib ketdi-da, bir-birini aybini oshkor qilgan, qo'shnisini aybini yoki ijtimoiy tarmoqlarda mana blogerlar bir qaysidir video tarmoqda prosmotr bo'lmagan bo'lsa, o'zlari mana bu videoni ko'ring deb prosmotr qilib o'sha odamning aybini oshkor qilishyapti-da. Kelajagiga bu ta'sir qiladi bu narsa. Nima keragi bor? Yoki mana masjidda bir inson tavba qilib ibodatga kirib ketgan bo'lsa va yaqinda mana yurardi, ichi yurardi, boshqa qilardi deb hammaga oshkor qilib. Uni siz bildingizmi? Bo'ldi, sizda qolsin u. Siz o'sha bandani aybini bekitdingizmi? Alloh ham sizni bu dunyoda ham qiyomatda ham aybingizni bekitadi. Agar siz bu dunyoda aybini oshkor qilasizmi, bilingki qiyomatda ham bu dunyodan sizniki 2 barobar aybingizni uyda o'tirgan holatda ochib tashlaydi. Kerak emas. Bu xil joylarni ko'ramiz. Kommentariyada mana bunaqa insonni mana bunaqa qopdimi yoki bir insonni ushlab olgan holatda, har xil holatda videoga qilib chiqarib, uni aybini oshkor qilasizlar. Qilmaylar. Kerak emas u. Bandamiz, bir-birimizga musulmonmiz, bir-birimizga yordam qilaylik. Agar siz holdingizda shunaqa holat bo'lib qoldi, ko'rib qoldingiz, bilib qoldingiz, bo'ldi, o'ziga borib nasihat qiling, chiroyli tushuntiring. Ertaga o'sha inson siz orqali tavba qilib, zikrlarga kirib ketsa, bilasizmi, sizga qancha ajr savobi bor edi. Inshaalloh. Mana shunga hozirlarga bir dalil sifatida Umar roziyallohu anhuni hayotlaridagi kinoda ozgina parchani qo'yib qo'yaman, o'zingiz ham ko'ringlar. Bu faqat aybini oshkor qilayotgan insonlarga bu taalluqli. Ey Amirul Mu'minin, mening bir qizim bor. Katta gunohlardan birini qildi. Tavba qilganidan so'ng ko'p savob ishlar qildi. Alloh uning yomonliklarini yaxshilikka aylantiribdi. Endi bir odam uning qo'lini so'rab keldi. Unga o'tmishidagi ishlar haqida aytaymi? Alloh yashirganini siz fosh qilmoqchimisiz? Alloh haqqi, u gunoh haqida bir og'iz aytsangiz, sizni hammani oldida jazolayman.